Xo'p, atrofda hech kim yo'q. Menimcha, ko'rmayapti hech kim meni. Mana shu eski binoga yashirib ketaman pullarni. Xo'p, asta kirib olish kerak. Eshigi ham juda ham g'alati ekan. Qo'shnim polizini sotyaptimi? Sotiladi $500. Tushunmadim. Qo'shni nimaga polizni sotyapsiz? Axir juda ham zo'r hosil beradi-ku. Pul kerak bo'lyapti, nimasini aytasan, sotmasam bo'lmaydi. Yaxshi, lekin polizingizda juda ham hosillar ko'p edi, bekor sotyapsiz. Iloj yo'q, pul kerak dedi bu. Mayli, unda sotmay turing, men pul topsam o'zim olaman. Bo'pti. Mayli, короче, men pul izlab ko'rishim kerak, lekin bilmadim pulni qayerdan olsam bo'ladi. Hozir merning yoniga borishim kerak, adashmasam mer chaqirtirgandi yoniga. Bu yerdan hech narsa olib borishim shart emas. Merning yoniga просто o'zim borsam bo'ldi. Qanaqadir ish buyursa kerak katta ehtimol bilan doim o'zimga ish buyuradi. Chunki butun bir qishloqda ishini men qilaman. Qoch yaramas jitel. Tak, mer uyida eshikka qarab o'tiradi doim shunday. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, Jo'xa, senga ish bor. Qanaqa ish janob? Bilasanmi, qishloqda chekkasida seni uyingni to'g'risida bitta eski bino bor. Bilaman. O'sha binoni, короче, rekonstruksiya qilish kerak. Yangi bitta uy qurmoqchiman o'zimga. Mayli, evaziga nima berasiz? Evaziga polis, короче, solig'idan 5 marta ozod etilasan. Bo'ladimi? Bo'ladi, rahmat Abdushi. Unda hozir men borib ish boshlayman. Bo'pti, faqat ishni tezlashtir. Mayli, hozir boraman. Tak. Aytgan salomlashishingizmi chiqibdi-ku. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va do'stlar, sizlar meni yangi videoyimda sizlar albatta kanalga tez obuna bo'linglar, chunki men barcha kanallarimda million obunachi to'plashim kerak, chunki daromad yo'lining yagona usuli shu. Короче, obuna bo'lish juda ham oson. Pastda obuna degan tugma turibdi. O'shani bitta bosasiz, 5 ta kanal chiqadi, hammasiga bittadan obuna bosasiz. Tamom jiga. Videoga like bosib o'rgatib ko'ring. Men qanaqa rekonstruksiya qilaman mana bu binoni. Juda ham eski bino. Bunga o'zi ham bir hafta vaqtim ketadimi yoki ko'proq pulga aytgancha merdan pul so'ramabman o rekonstruksiya evaziga. Mana pul sotib olmoqchi edim. Mayli, bir amallarman. Tak, ana endi ishlashni boshlashimiz kerak. Borib tosh olib kelish kerak. Tosh ham uzoqdan olib kelmayman, shu yaqin arada qayerdadir shaxta ko'rgandek bo'lgandim. Daraxtlar ham yaqinroqdan olsak bo'la. Birinchi o'rinda xo'sh, ortiqcha narsalarni olib tashlashimiz kerak. Bu yerdan mana bunaqangi o't o'lanlarni olishim kerak. Aytgancha menda qilich yo'q-ku. Mana bu narsalarni qanday yo'q qilsam bo'ladi? Mayli, hozir to'xtanglar. Qilich uchun daraxt kerak. Daraxtdan qilich yasab olaman hozir. Keyin esa o'sha o'rgimchak to'rlarini bir amallab yo'q qilishga harakat qilib ko'raman. Xo'p, bo'ldi. Yana birdaniga daraxtlarni ko'proq olib boray, rekonstruksiyada ishlatib yuborsam ham bo'laveradi. Juda ham eski uy. Bu uyni bilmayman mer nimaga rekonstruksiya qilishni xohlayapti. Aynan shu uyni. Boshqa bitta bo'sh uy yotibdi narigi tomonda, qishloqning narigi tomonida. Uni hech kim ishlatmayapti. O'sha uyni qayta rekonstruksiya qilsa ham bo'lardi-ku. Endi bilmadim, balki shu uyda qanaqadir g'alatiroq короче narsalarni shunaqa qilishim kerak. Xo'p, bu yerni olib chiqamiz. Mana uni hammasini taxtaga aylantirib yuborish kerak. Taxtadan verstak yasash kerak, bir dona verstak kerak. Xo'p, tak, ana endi verstakni mana shu yerga qoldirsam ham bo'laveradi. Yo'q, buncha cho'p kerak emas-ku. Mayli, iloji yo'q olmasak bo'lmaydi. Bu yerga qo'yib bitta qilich yasaymiz. Bo'ldi, все. Ana endi o'rgimchak to'rlarini yo'q qilib chiqishimiz kerak. Juda ham ko'p o'rgimchak to'ri bor ekan bu yerda. O yerda taxtalar ham yotibdi. Bu вообще g'alati uy-ku. Bunga men bilmayman qancha vaqtim ketadi to'liq rekonstruksiya qilib chiqishga. Tak, birinchi mana yon qismidagi o't o'lanlarni yig'ishtirib chiqa qolay, chunki shu oson tuyulyapti menga qanaqadir. Xo'p, bu yerni ham Xo'sh. Mana bu tomonda ham juda ham ko'p ekan. Uyning ustiga bir amallab chiqib turib, uyning ustidagilarni avval olib chiqishim kerak. Stop. Nimaga uyning ustiga chiqib ketmadim birdaniga? Bo'ldi, endi chiqdim. Mana bu yerda bitta o'rgimchak to'ri bor ekan, uni ham olamiz. Va tepada ham bir nechta bor ekan. Bularni ham olish kerak. Xo'sh, buni ham va bu yerda ham bitta bor ekan. Buni ham. Menga zina kerak. Yetadimikan qo'lim shu yerdan verstakka? Obbo, qaranglar, yetmas ekan. Yana qayta tushamanmi? Nailoj, tushib borib verstak yasab ermaydi. Zina yasab kelish kerak. Zina yasamasak bo'lmaydi. Xo'sh, asta tushamiz. Zina yasaymiz. Zina adashmasam mana shunday yasalar edi. Xo'p, bo'ldi. Endi tepaga chiqamiz yana bir amallab. Obbo, shu chirmoqlarga ilashib chiqish juda ham qiyin, to'g'risini aytsam. Voy, asta ozgina qoldi tushib ketishimga, ko'rdinglarmi? Mayli, bir amallab chiqdim. Mana bu yerda bunaqangi blok bor ekan, buni olib tashlaymiz. Bu yerda ham yomon g'alati ekan, buni qaranglar. Bu yerda o'zi mer qanday yashaydi, men hayronman.
Mayli, bu yerga blokni qo'yamiz. Bu yerga ham, chunki tag qismiga qo'yganimiz bilan baribir ko'rinmaydi va bilinmaydi. Xo'sh, bu yerga bitta buni olib tashlaymiz. Buni o'rniga ham bitta qo'yamiz. Qo'yil. Tak, bu yerni ham mana blokni olib tashlab joyiga buni qo'y. Nimaga qo'yilmayapti? Bo'ldi, qo'yildi. Normali. Bu yerga bitta, bu yerga va bu yerga bitta. Juda ham yaxshi, chiroyli chiqyapti. O'ta go'zal chiqyapti. Zina yetsa kerak, 24 ta bor ekan, yetar ekan bemalol. Bu yerni qanday qilamiz? Bu yerni mayli qora qilib yuborsak ham bo'laveradi, chunki hech kim bunga e'tibor qilmaydi. Tak, normali. Bu yerdagi o't o'lanlarni yig'ishtirib chiqsa, bu yerda bitta, o'zi kakras bitta ortiqcha blok bor edi. O'sha blokni shu yerga qo'yib yuboraman, cho'tga. Lekin har xil rangda bo'lib qoldi. Mayli, uni ham bir amallasak bo'ladi. Lekin qanday amallasak bo'ladi? Hozircha atrofiga hech qanaqangi o'zgartirish kiritishim shart emas deb o'ylayman. Shunchaki ichki tomonlarni va shunga o'xshash yaqinroq tomonlarni yo'q qilsam bo'ladi. Tepaga biroz blok qo'yib, teparoqqa chiqib, mana bu o't o'lanlarni yo'q qilmasam bo'lmaydi. Xo'sh, borib daraxt olib kelmasam bo'lmaydi. Aytdim-ku, har xil rang bo'lib qolyapti. Merga yoqmaydi aniq bunaqa qilganim. Merga yoqishi shart, chunki mer buyurgan ish evaziga menga 5 oylik soliqlardan ozod etilishimga to'g'ri keladi. Xo'p, okey va yana bir nechta olsam baribir yetmaydi. Ko'proq olish kerak, ko'proq. Xo'p, tezroq daraxtlarni olib olmasam bo'lmaydi. Kech bo'lib ketadi, ishlarimni, o'zimni polizimdagi ishlarim qolib ketyapti. Ularni qilishga esa keyin vaqtim bo'lmay qolishi mumkin. Birinchi o'rinda mana uni hammasini taxtaga aylantirib yuboramiz. Zinalarni o'rnida shulardan foydalansam bo'ladi. Bu zinalarni hozircha olib tashlaymiz. Bu yerni ham mana bunaqa qilamiz. O'ta go'zal bo'ldi. Endi tepaga yana 1 2 3 4 5 nechta qo'yib chiqsam ham bo'yim yetsa bo'lgani. O'z bo'yam juda ham baland emas, pastgina bo'ycham bor. O'shaning uchun bir amallab chiqyapman. Bu yerni va bu yerni hammasiga mana shunaqa oddiyda ishlatamiz. Tosh ham olib kelishim kerak. Hali toshli joylari bor ekan bu yerda. Bosh yetmay turgandi. Mayli, borib tosh olib kelish kerak endi. Yoki mana bu yerda toshini shunchaki olib tashlaymiz. Bu yerni ham shunchaki olib tashlaymiz va o'rniga shunchaki taxtalarni qo'yamiz va mana bu yerdagilarni ham olib qo'yish kerak ekan. Bo'ldi. Ana endi chiroyli bo'ldi. Xo'sh, tushamiz asta. Xo'p, endi oldi tomoniga o'tsak ham bo'laveradi, lekin to'g'risini aytsam juda ham eski uy. Buni rekonstruksiya qilgandan ko'ra boshqa yangi uy sotib olgan yaxshi edi. Mayli endi. Muhimi menga mer pul beraman demagan-u, короче, yordam beraman degan. O'shaning uchun bularni olishga majburman. Uyni tozalashga, qayta rekonstruksiya qilishga majburman. Xo'sh, mana bu yerda hattoki yer bloklar ham yotibdi. Men belkurak olib kelganman axir. Stop. Bu qanaqa yashik bo'ldi ekan? Ochib ko'ra. What the? Pulmi? All stack. Oho, menga o'zi kakras 5 stack dollar kerak bo'lib turgandi. Bo'ldi, kakras o'zi kerakli joyiga ishlatib yuboramiz endi buni. To'xtanglar. Xo'sh, bu yerni birdaniga rekonstruksiyasini to'g'rilab yuboraylik. Xo'sh, juda ham yaxshi bo'ldi. O'zi 5 stack dollar kerak bo'lib turibdi. Ana qo'shnimni borib, короче, polizini sotib olib kelay, keyin davom ettiraman ishlarni. Qo'shnim adashmasam uyida bo'lsa kerak. Yo, uyida yo'q ekan. Mayli, pullarni shu yerda qoldirib ketaman va qishloqiga aytaman qo'shnimga. Uyingda qoldirdim, endi bu poliz meniki deyman. Adashmasam qo'shnim mana shu yerda turibdi. Qo'shni, короче, uyingizga 5 stack dollar qo'yib qo'ydim. Polizingiz endi mendan. Bo'ldi, gap yo'q, hozir borib pullarni olaman. Davay, bratan. Addushi borib qo'shimni ko'ryapsizlarmi? Muomalasi juda ham yaxshi. Ana o'sha borib ko'rmasdan turib bo'ldi, gap yo'q deyapti. Sizlar ham shunaqangi muomalali bo'lsanglar, любой odam bilan chiqib ketaverasizlar. Tak, qolganiga bo'yim yetmayapti-ku. Mayli, buni tepadagilarga bo'yim yetmas ekan. Hozir bir amallab tepaga chiqaman va tepadan olaman. Buni ham tak 1 2 3 ta qo'ysam, menimcha keyin bo'yim yetadi. Yetdi mana. Tak olamiz va buni ham olamiz. Qilichim sinib ketdi. Mayli. Endi qilichdan foydalanishimda o'zi keragi yo'q. Xo'p, tak berga ham taxtadan foydalanaylik, chunki toshni topib kelish biroz problemaroq. Juda ham katta problema, to'g'risini aytaman. Xo'p, bu yerni
judayam qiyin bor, judayam eski uy, juda eski uy. Sizlar ham mana uyni baholanglar qani, necha baho berasizlar? Tosh olib kelishimga baribir to'g'ri kelar ekan. Tosh yaqin arada bor edi, adashmasam mana shu yerda shaxtacha bor. Shaxta emas, u toshli joy bor. Mana shu yerdan tosh olsam bo'ladi. Uyni baholanglar, menimcha hamma 0 baho bersa kerak, chunki uy juda ham rasvo ahvolda yotibdi. Davay kommentariyaga 0 bahosini yozib qoldiring. Bilaman necha baho qo'yishingizni. O'sha 0 yozib qoldirsangiz bo'ldi. Все kommentariyaga hop. Уже quyosh botayapti. Men esa ishni hali ham tugatganimcha yo'q. Tugab qolar, nimamcha vahima qilaman o'zimga o'zim. Hop, okey. Va bo'ldi. Menimcha tugadi. Men bu yerda bitta daraxt o'rniga tosh qo'yish kerak. Xo'sh, bo'ldi, bergan tosh. Mana buni esa o'rniga oqidan qo'yish kerak. Bu yerda ham xuddi shunday oqidan qo'yish, to'g'ri, oq taxtidan qo'yish kerak. Mana bu taxta esa ortiqcha, buni olib tashlaymiz. Bu yerda ham xuddi shunday ikkita problemali daraxtlar bor. Voy, yana qo'lim qiyshayib ketyapti. Qo'lga nimadir bo'lgani aniq. Tak, bu yerni yopamiz, bu yerni ham yopamiz. Menimcha normal. Bu yerdagi o'tni olib tashlaymiz. Hop, bu yerda bitta oynasini singan va bu yerga bitta taxta qo'yish kerak. Oyna. Короче, eng katta problema oyna bo'lib qoldi. Uni merda o'zi hal qiladi. Men esa uyimga ketaman. Endi borib dam olsam ham bo'laveradi. Mana bu musorlarni esa qayerga joylashtirsam bo'ladi? Bo'ldi, mana bu yerga qo'yib ketamiz. Kakras o'zi mana shu yerda bo'sh joy bor. Mana shu yerni mana shunaqa qilamiz. Menga kerak emas, baribir ishlatmayman. Bu yerga taxta toshni qo'yamiz. Toshni bu yerga ham mana bu ikkalasini joyiga tosh qo'yib ketamiz. Bo'ldi mana. Endi borib uxlasam ham bo'ladi. Ishlarni tugatdim. Mana bu musorlarni ham olmabman. Hop, bu yerga orqaga e'tibor bermayapman. Mayli, ertaga qilaman qolganini. Короче, borib uxlamasam bo'lmaydi.